ketyapti Xudoxo'janing uchun. Yo'q, men shogirdimni jo'natyapman, kuzatyapman. Xudo xohlasa shogirdingiz qaytib ketyapti. Inshaalloh nasib bo'lsa. O'zingiz Isroilda qancha vaqtdan beri yashaysiz yoki ishlaysiz? Yaqinda 9 yil bo'ladi. 9 yildan beri shu yerda ishlaysiz. Ko'ryapman. Hozir mana shogirdim kuzatyapman, judayam hayajondaman. Shuncha musofirlarni qaranglar. Ya'ni o'zimizning yurtlarimiz sog'ingan. shunaqa qaytib ketishyapti. Ularni ko'rib shunday nima degim keldida, vatan mening olamsan, issiq quchog'ing, olamda yagonamsan, aziz tuprog'ing, kelajaging buyukdir, yashna doimo, vatanim sani bugun, bitadi dunyo degan bugun keladi. Hammalaringizga omad, Ilohim mana shularni sog' bo'lib, borib, omon qaytsinlar. Nasib, qaytganingiz kelsin. Sen böyle cenab içersin. Yo'q, Xudo xohlasa endi bu safar uchamiz. Xudo xohlasa keyin hozir endi biz Endi hozir siz intervyu yana qiziqishga, hamyurtlarga video olishga kelganman. Hozir shu yerda. ijodlaringizga omad. Rahmat. Qaytganingiz Qaytganingiz kelsin. Rahmat.